435 million so'mga 2 xonalik tayyor patkulush uyimiz sotuvda. 70 kvadrat aziz obunachilar. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Ibn Sino ko'chasida bo'lib turibdi. Ko'rib turganingiz o'ng qo'limizda Mashhurga ketish yo'li, chap qo'limizda esa Yubileyniy va Shashi Setin yo'li. O'sha mashhur poyezd shaklidagi 9 ta podezli yangi 5 qavatli uylarning 4-qavatida bo'lib turibdi. Orientovkamiz Pachaq restorani oldida. 4-qavatda 2 xonalik shinam juda qulay narxda. Boya narxini boshida aytib o'tdim. 435 million so'm deb. Xayriga, sunnatiga ozroq o'tib beriladi. O'zi narxi juda qulay chiqyapti aziz. Bunaqa kvadratda, bunaqa lokatsiyada, bunaqa narxda hali hech kim chiqargani yo'q. Tezda shoshilamiz. Tashqi eshikdan kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda hojatxonasi joylashgan. Eng asosiysi hojatxona bilan dushovoy razdelni. Ko'rib turganingizdek, yarimgacha emas, to'liq 100% kafillangan. Uyimiz 2020-yil topshirilgan. Juda yaxshi holatda saqlangan hozirgi paytgacha. Bemalol kvartirani sotib olib, bemalol ijaraga qo'ysangiz 3 million so'm oyma-oy passiv daromad degani. To'g'rimiz esa balkon hayitgancha 2 ta balkoni bor. Bittasi hovliga qaragan, ya'ni oshxona, bittasi hozir ko'rsatib o'tganimizdek ko'chaga qaragan spalnixonada. Sizlar bilan hozir spalnixonani ko'rib chiqdik. Eshiklariga e'tibor bersangiz, eshiklari hammasi qirilgan, chizilgan joyi yo'q, hammasi joy-joyida. Konditsioner bor. Bitta ko'rib o'tganingizdek bitta mebel bor, hammasi qoladi. Faqatgina kiyim-kechagi, ko'rpa-to'shagi bilan chiqib ketadi. Hech qanaqa kutish, variant, barter degan gurung yo'q. Faqat naqdga sotiladi aziz. Ozroqgina bankda krediti bor. Umumiy narxi o'sha bilan qo'shilganda 435 million so'm. Kreditini yopib, srazi nomimizga o'tkazib beramiz. Orientovkani tushunmaganlar uchun yana qayta tushuntiramiz. Mashhurani yo'lidan Shash-Cityga ketishda Pachaq restorani oldida hisoblanadi. Endi esa dushovoylar bilan oshxonasini tanishtirib o'tib ketamiz. Shiftning balandligiga ham e'tibor berib qo'yasiz. Shiftning balandligi ham baland hisoblanadi. O'ng qo'limizda esa dushovoy. Keng va juda shinam holatda to'liq 100% kafillangan aziz. Uyimizning plyus taraflarini aytib o'tdik. Bitta minus tarafi oshxonaga kirib kelishimiz bilan bitta ko'hna mebel qo'yilmagan. Bitta ko'hna mebel qo'yib, bemalol yashashga tayyor holatda turibdi. Katyollari bor, o'zi uchun alohida qizib turibdi. Boya aytib o'tganimizdek, balkoni ham bor, ya'ni oshxonada. Bog'lanish uchun nomer qoldiramiz. 99 kod bilan 716 53 78. Tezda shoshilamiz, tanishlarga yuborib qo'yamiz. Like tugmachasini bosib, hammamizga shunaqa arzon uylar nasib qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.